Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana Qo'qondagi saxiy do'konimizdan 1105 mini traktorimizga zatkalarni ustunovka qilib, tayyor holatda chiqarib yuboryapmiz. Mana 1105imizni o'sha yangi partiyasi kirib kelgan bir o'qlari 120 ga tushadigan variantida mana Namangan Chustdan kelgan amakilarimiz ham olishdi. Xo'p, o'zlariga hozir yangi 1105imizdan qilib berdik. Hozir bu zatka peredelka qilganini ham ko'rib, tomosha qilib ko'rilyapti. Bularga ham xudo xolasa peredelkalarni qilib, chiroylab qilib beramiz. Ko'rishlaring mumkin. 120 lik 2 parrakli universal almas pichoqli zatkamizni ustunovka qilib berganmiz va reme orqali aytib o'tganimizdek YouTube'larda ko'p aytilgan reme orqali harakat oladi. Enshollari oldinga o'tib ko'tarib tushiradigan bo'ladi. Mana legropga holatlanib juda ko'pchilik uyimda o'zim moslayman degan akalarimizga videoni bemalol ko'rib moslab olishlari mumkin. YouTube'ga yozsalaring bemalol chiqadi. Orqalarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana orqadagi frezalarini ham bemalol o'sha enshoni orqaga olib bemalol frezalarni ham ishlatsalaring bo'laveradi. Yangi partiyamizni nimasi bilan ajrab turadi? Ikkala tarafda ham o'qlari 15-20 sm dan qo'shimcha bor. Bemalol 120 ga moslab olsalaring bo'laveradi. Qolgan 1105larda ko'pincha bilsalaring, korobkasi kichkina varianti hamda o'qi ham kichkina variantdan kelgan. Korobkalari kichkina, o'qi baquvvat hamda kirib chiqadigan variant, legropka variantidan kelgan. Bularimizni yoqilg'i turlari salarkali bo'ladi. Radiatorli varianti, suv yoki antipresda soviydi. Quyon toshbaqa tezliklari bor. Mana skorslari 6 ta 8 talik skorslar bo'ladi. 3 ta salarka rasxodlari amaki soatiga 1 litr rasxod qiladi. Akkumulyatorlari ham katta akkumulyatorlardan qo'yilgan. Oldingilarga qaraganda kalitga ham zavat bo'ladi. Mana kalitga hamda ruchnoy kalitlarga zavat bo'ladi. Bemalol murojaat qilsalaring Qo'qondagi saxiy do'konimizda hamda Namanganda yangi ochilgan do'konimizdan bemalol murojaat qilib sotib olsalaring bo'laveradi. Narx-navolari legropkali bo'ladigan 1105imiz bor hamda oddiy variantidan ikkala turdagi variantidan ham bor. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa murojaat qilsalaring optim narxlarda qilib beramiz. Mana klientlarimiz kelib, xohlasalaring tekshirib olib ketsalaring bo'ladi. Xohlasalaring dastavkalari bor. Kelishilgan holatda chiqarib beraveramiz. Yo'l kiro kelishilgan holatda yo sizlardan bo'lsin desalaring biz o'zimiz qilib beramiz. Ozgina pul miqdorda pul qo'shilib qolishi mumkin. Yo uzoqda turgan akalarimiz chiqarib yuboring, yo'l kironi o'zim beraman deganlarga arzonroq qilib traktorlarimizni chiqarib berishimiz mumkin. Bemalol tekshirib, bu yerda ishlatib, videolarini tashlab beramiz, tekshirib chiqarib yuboramiz. 6 oy, 1 yilgacha traktorimizni motor qismiga zavodskiy defekt holatiga garantiyalarni qilib beramiz. Narxlarni aytib o'tib ketamiz. Narxlari zatkasiz holatda $2100 dan $2250 mini traktorlarimiz mavjud. 1105 variantidagi zatkalarimiz 6 million so'mdan boshlanib 7,5 million so'mgacha 120 lik variantlaridan bor. Ko'rishlaring mumkin. Tayyor holatdagi 1105 mini traktorimiz. Kimga kerak bo'lsa Qo'qondagi saxiy do'koniga murojaat qilsalaring optim narxlarda kelishtirib beramiz.